Assalamu alaikum. Qarindoshlar, bugun bizning leksiyamizningki oxirgi nuqtasi. Oldingi 9 qismda biz G'arb jamiyati haqida bek keng ko'lamda bo'lmasmi, asosliq ijtimoiy ideyalarni, harakatlarni va ba'zi bir yuzlanishlarni ko'rib o'tdik. Bularning ichida biz oldi bilan so'zimizni sabiq KGB'ninki jasusi hem G'arbda panoh tilagan Yuriy Bezmenovninki sabiq Sovet ittifoqininki istihbarat organlarininki qanday qilib G'arb jamiyatida ideologiyalik bir og'dirmachilik elib bağlılık haqidagi bayonlarga qarab chiqdik. Shundan keyin biz G'arb jamiyatida yani kapitalizm jamiyatida qanday vaqtda bu marksizmlik ideyalarninki singib kirganligiga nayt bir xil hem sosyologik noktadan hem psikologik noktadan qarab chiqdik. Ondan keyin kultural marksizm to'g'risida to'xtaldik. Ondan keyin feminizm, tanqidiy irq nazariyasi, suiqasd nazariyasi, sun'iy aql, nopusning ishib ketishi, media qatorliq 9 temada to'xtalib, G'arbninki umumyuzlik bir ideologiyalik bir ahvoli haqida sizlar bilishinglar tegishli muhim nuqtalarni tanishtirib o'tishga tirishdik. Hamda bugungi so'zlaydiganimiz bu leksiyaning oxirgi qismi. Albatta bu bir sal g'alati gap bo'ldi, chunki G'arb jamiyati bugungi zamon G'arb jamiyati har kundagidek biz o'ylab boqmagan darajada taraqqiy qilayotgan bir jamiyat bo'lsa bilan buni so'zlash oxirlashmagan bir jamiyat. Shuningdek buni so'zlashmi oxirlashmagan bo'ldi. Buni so'zlab tugatgili bo'lmaydigan bir murakkablikka bir taraqqiy qilish mumkinchiligiga hem o'ziga xos bo'lgan yuzlanishlarga ega bo'lgan bir cho'ng bir ijtimoiy sistema bu. Uni biz 10 dars emas, 100 dars, 1000 dars tugitib bo'lmaymiz. Ammo shunday bo'lsa-mu, hozircha biz bugungi G'arb jamiyatini ahvoli haqida bir umumyuzlik to'xtalishimizga qarata bir chekit qo'yishni xohlaymiz. Ehtimol kelgusida G'arb yana bir cho'ng bir voqealar bo'lib qolsa, yana shu so'zlarimizning davomini qilishga tayyormiz. Ammo hozircha shu sizlarningki bugungi G'arb jamiyatini tushunishinglarga nisbatan yetarli deb qarayman. Xo'sh, bugun hamda bizningki oxirgi darsimizda men G'arbninki 20 asrdagi butkul ideologiyasiga cho'nqur ta'sir etgan mana 3 nazariyani qisqacha tanishtirib o'taman. Asli buni men birinchi darsimizda so'zlasam bo'ladi. Ammo unda bo'lgan vaqtda bu bizningki leksiyalarimizningki qiziqtirish kuchininki ojizlab ketishini ko'zlab qoldim. Uning ustiga bu nazariyani avval tashlasam, men shu nazariyalarga qarab turib amaliyotni seladigan ish bo'ldi ekan, unda qilmayman. Men amaliyotni oldindan bir o'tkazib, ondan buni qarta bir nazariyaviy xulosa yapadi. Mana bugünkisi bu nazariyaviy xulosa. Shunga bugungi bu bizning leksiyamiz mohiyatda bizningki umumyuzlik mush G'arbni kuzatishimizdagi bir nazariyaviy ramkalarning nima ekanligidan iborat bir ochqishliq bir nuqtadan sizlarga bir uchir berdi. 3 nazariya G'arb jamiyatiga intan cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Bularningki ko'pinchisi 19-asrda bo'lgan, oxirgisi birsi 20-asrda paydo bo'lgan, taraqqiy qilgan. Ammo shunday bo'lsa-mu, bularning ta'siri yil ham tugamaydi. Yil ham G'arbninki turli nazariyalarga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Birinchisi Darwinizm. Bekkoni bir nazariya. Shunday bo'lishiga qaramay, G'arbninki hozir kelishda g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatgan bir nazariya. Ikkinchisi Marksizm, uchinchisi Freudizm. Xo'sh. Darwinizm nima degan? Darwinizmninki butun nazariyalarga kirmayman, shunday qolgan ikkisinikiga kirmayman. Qisqacha deb shu leksiyamizninki umumyuzlik bir ramkasi nuqtasidan chiqib so'zlayman. Marksizmning ya'ni Darwinizmninki asosliq ideyasi insonlarninki tabiat dunyosidagi taraqqiy qilish holatiga qarata bir formulani o'ttirib qo'ydi. Ya'ni insonlarninki
maymundan törüldüğanlığı, taraqqiy qıldığanlığı qatarlıqlar onun oturup dursun. Ama bunun tüpki mexanizm nima degan vaqtda bu eng massiyalğanlarınki aman qilishi hem güçlük bulushi. Bunun da massışış yani insanınki öz yaşayotgan, insanınki öz yaşayotgan şu makaniga, tabiiy makaniga qarta qanchalik massışning bulushi ularning taraqqiyotida ta'sir ko'rsatadi degandek. Bu insonlar bilan cheklanib qolmaydi. Shundaqla barliq jonliqlar mana shu qonunga bo'ysunadi. Eng massiyalğanlar aman qoladi, aman qolganlari taraqqiy qiladi degan gap. Shuning bilan bu nazariya bütün şu tabiat dünyasındaki canlılıklarını çoğun cihetten en massiyalıydıqanlar ve massiyalmaydıqanlar. Yani en massiyalmaydı degende ibaret iki çoğun grup bo'lib bölüdü. Hem de bu yerde tabiat dünyasında massiş için ziyade bir akıl parasatını ketmeydi. Darwinizmden nedir sağa vaktimizde. Fakat şu canlılıkta özündeki biyolojik kabiliyetlerini şaraitki massaştırış arkalık özününki, urğununki saqlanıp qilishini, barliq keltirishini o'zi tabiat dünyası zo'r g'alba deb qaraldi. Bu yerda qandoqda ziyada bir aql, g'oyat zo'r bir zehn ketmaydi buningga. Ko'pincha biologiyalik qobiliyatlarni ko'rsatdi. Bu Darwinning nazarida tabiatning qonuni. Ammo Darwindan keyin bu ideyalar nurg'unlagan cemiyatshunoslarni va psixologlarni ve siyasiyolarını ve başkalarını intayin kızıktırdı. Olu xuddi insoniyat taraqqiyotinin ochiqligini topgandek his qiladi. Ularning bir qismlari, masalan Spencer deganlar, Darwinninki tabiatning qonuni sifatidagi bu nazariyasini jamiyatning qonuni sifatida tatbiqlashga kuchaydi. Ama bu yerda bir masala kelib chiqadi. Chunki tabiatning qonunida haqiqatan güçlükle yaşaydı. Hem güçlüklerninki yaşı bir desteklengen. Yani onun nispeten bir itiraf kılış, kabullaş xahişi var. Ama ictimai cemiyet, insanların cemiyeti bu intayin mürekkeplikliğe. Onun üstü bir yerde bir dini ahkamlım var, her qaysı dinler var. Bu dinlerin köpüncüsü Darwin'nin bu karşılığı. Nimişka? Çünkü dinlerin karşı bulup mu? 3 Abrahamik dinlarning qarşıca, mesela İslam dini, Hristiyan dini, Yahudi dininin qarşıca insanlar qandaqdır ya maymundan ya başka yüce yerlerde taraqqiy qilgan bo'lmasdan, balki Xudo tarafidan yaratilgan bo'ldi. Shu jihatdan mu Darwinning nazariyasi insonlar jamiyatiga, ham insonlar jamiyatidagi nurg'ulg'an insonlar e'tiqod qilayotgan dinning asosiy ro'yiga mos kelmaydi. Mayli qanday bo'lsin, buni ijtimoiy jamiyat tatbiq qilganlar Darwinning aşı karşıdaki asas noktanı ilip şundak deydi ki yani insan cemiyetinde kim güçlük olsa şunun özü insanlar cemiyetini başqırış, özündeki iradesini reallaştırış, yani başkalarına teniş, başkalarını başqırış qatarlıq imtiyazlarını targ'ib qiladi. Bunun da biz natsizmni görmez, faşizmni görmez, hem de texidimmi mühimi bizim dersimizde ötkünümüzde eugenics'larını görürüz. Yani eugenics'ların karşı degan vaqtda bular insanlar cemiyetinde maslanmaganlarni, mesela aqli zaiflikdan, majruhlikdan ve türlük cinsi g'alitliklardan, cinsi hissiyat jihatdagi g'alitliklar, normalsizliklardan cemiyette maslanmayotganlarni cemiyetdan siqib chiqarishni targ'ib qiladi. Bunun tarihi ta ki Platon'a tutuşudu. Ama bu Darwinning nazariyasidan keyin texidin mu qabul qilishga tegishli bo'lgan tabiatning o'zgarmas ham insonlar qarshi chiqishga bo'lmaydigan qonunidek tushuniladi. Hattoki bu nimalarninki shu yaqinda ba'zilarninki, men o'tganda bir darsimda deb o'tib ketganimda shu ekologiyalik faşistlarninki insanlar yer şarındaki rak deb qarashlari. Ya bunda deyishlik sebep insanlar yer şarındaki ekologiyalik buzg'unchilik uchrashi, vayron bo'lishlik asos sabab. Buni ilib etmay turib, yer sharini saqlab qolib bo'lmaydi degan menda qo'rqinchli ideyaning chigi taktidan Darwinninki nazariy soy tashlabdi. Gerçi onun
to'liq kelish manbasi bu bo'lmasmi? Ammo eugenics'ninki ma'lum ta'siri bor. Eugenics'ning qarshilab shundoq insonlar ichida yaxshi, isil, aqlli, sog'lom, kuchli insonlarni ap qilish, qolganlarning keragi yo'q deydigan qarashlar hozir aslida bozor tep qilyapti ba'zilarning orasida. Bularning tegidimi yana Allah Darwinning bu nazariyasi bor. Garchi Darwin bundan narsani kutmagan bo'lsa-mu, ammo ba'zi insonlar uni insoniyat jamiyatidagi turli masalalarga tatbiq qilish orqali mana shunday qo'rqinch natijalarga erishyapti demoqchi. Ikkinchisi Marksizm. Marksizmni demasam-mu ko'pincha Uyg'urlar bilasizlar. Marksizmninki ma'lum qarashlari Darwinizmga o'xshamaydi. Marksizm jamiyatni ishlab chiqarish munosabatlariga egidorlik huquqi nuqtasidan va ishlab chiqarish munosabatlarininki kimninki nimaga egidorlik qilish shaklidagi asos qurilmoq asoslanib turib ikkiga bo'ladi. Birisi ezguchilar, ya'ni birisi azguchilar. Birisi proletariat, ya'ni birisi burjuaziya. Birisi yo'qsillar, ya'ni birisi boylar qatorliq. Bu jamiyatda iqtisodiy qurilmalarga kimning egidorchilik qilishidan bo'lingan bu to'qinish oxirisi sinf to'qinish sifatida idrok qilindi. Hamda Darwinninkida kuchliklar mashalg'anlari aman qoladi. Marksizmnikida o'sha degan vaqtda azguchilar kuchlik, ang mashalg'anlar, ammo u azguchilarning ezilguchilarni yo'qotishni targ'ib qilmasdan uning ta'tirisini targ'ib qiladi. Ya'ni ezilguchilar o'zini azguchilarga qarshi chiqishi ham uningki ezishini desteklayotgan barliq ijtimoiy muassasani hammani vayron qilish kerak. Shu orqali sotsializmni amalga oshirishi va eng oxirisida sinib yo'qolgan butun insonlar bab-barobar bo'lgan kommunizm jamiyatini qurib chiqish kerak deydi. Bu jihatda ilib o'tgan vaqtida Marksningki nazariyasi Darwinizmga bek o'xshab ketmaydi. Ammo bu inqilob chaqiriqi Yevropada ayni vaqtdagi Rossiyada g'alaba qilgan bilan boshqa nurg'un Yevropa, G'arbiy Yevropa davlatlarida mag'lub bo'ldi. Shuning bilan keyin Frankfurt School'dagilar o'ttirg'i chiqadi. Bular Marksdan ilhomlangan chanqit nazariyasini o'ttirib qo'ydi. Bu nazariya orqali jamiyatningki cho'nqur qurilmalari, ya'ni ust qurilmalari analiz qilindi va buningdagi asosliq kasalliklar tepib chiqiladi. Shu orqali g'arb dunyosini o'zgartish o'ttirib qo'yildi. Buning ichida eng bu Frankfurt iqimidan keyin nurg'unlagan boshqa nazariyalar barliq keldi. Bunun ichidagi eng asos nazariyalarning birisi tanqidiy irq nazariyasi. Tanqidiy irq nazariyasimi Amerikada barliq kelgan nazariya bilan Amerikadagi aqtalliklarning qartalliklar o'tirisidagi tubki ham tarixda bir davomlashib ketgan irq to'qinishini mana shu Marksizmninki nuqtasidan ko'rdi va buni butkul Amerikadagi institutlar singib ketgan va insonlarningki qilmishini, ularningki qarorlarini va turli ideyalarni kontrol qiladigan bir xil holat, ideviy holat deb qaraydi. Shu orqali Amerikadagi irqchilikni tutib turadigan barliq ijtimoiy muassasalarni vayron qilish va shu orqali butun insonlar barliq insonlar barobar bo'lgan bir yangi bir sistemni o'tirib qo'yishni talab qiladi ham uni targ'ib qildi-yu, ammo qanday bir sistemni qurib chiqish kerakligi haqida odamni qoyil qilarliq misollar bilan, amaliyotlar bilan va texnik muhimi bir nim bilan, bir vizyon bilan ta'minlanmaydi. Vizyonning Uyg'urchadagi tarjimasi bo'lmaganligi uchun turkchasini elib o'taman. Ba'zi vaqtda ba'zi so'zni ololmagan vaqtimizda turkchani olsak bu Uyg'ur tilining sofligiga ta'sir yetkazgan bo'lmaydi. Bu qadar tor doirlikni o'ylab ketmanglar ba'zilaringlar. Chunki bir til bizning o'xshash o'zini ishlab chiqarolmaydigan til halsirayotgan vaqtda boshqa tildan jiddiy qabul qilishimiz kerak ba'zi so'zlarni. Amal yo'q buningga. Bu bizning bu turkchaga mabdum bo'lib ketganligimizni bildirmaydi. Faqat tilimizdagi ba'zi damallıqqa ciddi bo'layotgan ba'zi bir atalg'ularga boshqa qarindosh millatlardan til elishni ko'zda. Biz tariximizda necha ming so'zliklarni arabcha, farscha olsak, chatoq yo'q uningda, ammo endi bir necha so'zni turkcha olib qolsak, saklab ketadigan ish bo'lmaydi. Buni men qaytib qo'yay bu yerda. Xo'sh, undan keyin Gramsci o'tirib chiqadi. Gramsci italiyalik mashhur bir marksizmchi bo'lish sifati bilan u Frankfurt
iqimidan mu necha qadam oldiga ketib, bu G'arbdagi kapitalizm tuzumini desteklaydigan barliq sistemalarni, institutlarni va boshqalarni ichiga kirib turib, ichidan vayron qilishni o'ttirib qo'ydi. Buning texidimmi unumli bo'lganligi va buni qarshi turishninki bak qiyin bo'lganligini u oldin ala faraz qilgan oldi bunda o'ttirib qo'ydi. Shuning bilan biz bu Marksizmninki yangi variantlarninki G'arbninki şu modern altı, yani hozirgi zaman G'arb jamiyatini o'zgartishdagi turlik ilgirlashlarni, muvaffaqiyatlarini ko'ramiz. Buning ichidagi eng chong ilgirlashlarning birisi feminizm. Bu tanqidiy irq nazariyasidan keyingi yakun paralel menayotganda. Chunki feminizmning nimasimi bir-birisi qarama-qarshi ikki qurilma o'ttirib chiqdi. Marksizm ikki qurilma bilan jamiyatni kuzatdi. Bektar bu qurilmalar, ama Marksizm buning uchun nihoyatda zo'r taraytish ham unelikqa bir-birisiga kelishmaydigan to'qinishchi qo'ydi. Mana eng Marksizmning eng xatarli tarafi mana shu. Feminizmdan shunday ish chiqdi. Xuddi tanqidiy irq nazariyasi shunday ish chiqqanda. Chunki bular har ikkisi jamiyatni bir-birisiga qarama-qarshi bo'lgan, kelishdik olmaydigan, toki birisi-birisini yengmagicha bu jidal oxirlashmaydigan bir xil shaklda qiyos qiladi. Tanqidiy irq nazariyasi aqlar bilan qarlar yoki aqlar bilan barliq rangli irqliklarni bir-birisiga qarama-qarshi qo'yib, aqlarni yoshirun darajadagi irqchilar qatorida ko'rdi, ham ularni tövbe qilishga, butunlay o'zininki irq kimligini tanqid qilishga ma'qul shakldagi aşırı bir radikal bir shaklda tashabbuslar bo'ldi. Feminizm bo'lsa, dastlabda garchi feminizm erlerle ayollar o'tirisidagi qonun jihatdagi, siyosiy jihatdagi, iqtisodiy jihat va ijtimoiy jihatdagi tangpungsizliklarni yo'qotish, erlar hukmronligidagi sistemalarni, masalan, oila sistemasini, jamoat sistemasini va boshqa sistemalarni o'zgartirish, ayollarning o'rnini yuqori ko'tarish, ayollarningki o'zininki aql farosatini joriy qilish fursatlar chiqarib nurg'un jihatlarda nihoyat ilg'or inson taraqqiyotiga gayet zor bir yaxshi ishdan olib keladigan tashabbuslar bo'ladi. Ammo bu bag'ansir tadqiq qilgandan keyin bularningki bu erlar bilan ayollar o'tirisidagi to'qinish bag'ansir bir-birisi kelishdik olmaydigan bo'lib, buning bilan ba'zi feminist faoliyatchilari o'tiriga chiqib, ba'zilari erlarni kerak qilmaydigan, erlarsiz yashaydigan bir xil mustaqilchilik ideyasini qo'ydi. Yana ba'zilar bo'lsa degan vaqtda erlarninki nopozni xiris qilish orqali erlarni beshni hattoki ustiga chiqishdek manda bir xil radikal qarashni o'ttirib qo'ydi. Yana ba'zilar o'zcha degan vaqtda erlarga bo'lgan bir xil o'chmanlik aralashib ketgan turlik shakldagi faoliyatlar bo'ldi, qatorliqlar. Shuning bilan bu feminizmninki bizning hozir ahvolga kelayotganimiz bu nihoyat bir garchi hozir sal yaxshiroq qolgan bo'lsa-mu, ammo bu yerda ikki cins o'tirisidagi nihoyat bir ig'ir bir to'qinishninki bo'layotganligini ko'ryapmiz. Buning da ayollar tarafmi nurg'unlagan o'yinishlarga duchor bo'lyapti, erlarmi nurg'unlagan o'yinishlarga bo'lyapti. Har taraf zarbaga uchrayapti, qatorliqlar bir-birisiga bo'lgan tushunish, bu masalani bir xil insoniy shaklda hal qilishga bo'lgan tirishchilik qatorliqlar cheklanib uchrayapti, qatorliqlar. Hamda buningki eng radikal bir shakli yaqinda biz ko'ryapmiz jins ideologiyasi. Hamda jins ideologiyasi degan vaqtimiz bu jins insonning jins kimligininki tabiiy emasligini, uni faqat ijtimoiy qurilma ekanligini, bu ijtimoiy qurilmani qurilma bo'lish uchun uni o'zgartirish, uni butunlay vayron qilishni o'ttirib qo'yadi. Bu ijtimoiy qurilma degan Marksizmning tanqid nazariyasidan kelgan atalg'i bo'lib, buni tanqidiy irq nazariyasi qo'llanadi. Ya'ni irqchilik, irq deganimiz masalan bu tabiiy narsa emas. Balki bu ijtimoiy qurilma, jamiyatninki zalim jamiyatninki qoida usullari insonlarga tangan bir kimlik bu deydi. Cins nazariyasi shunday. Feminizmda shunday. Erlar o'zlarininki irodasini ayollarga tangan, yoki erlarning irodasini asos qilgan jamiyat ayollarning hozir yaqin altini kelib chiqish sabab bo'lgan. Erlarla ayollar o'tirisidagi tubki farq tabiiy emas, balki ijtimoiy kurashtirilmadir deydi. Bu nima demek şunday? Cins nazariyasi shunday. Shuning bilan
insonlar bilan insondagi jinslar, erlar bilan ayollar o'tirisidagi bu farq tabiiy bo'lmaydi. Shuning bilan bu yerda nurg'ulg'an jins kimliklar borligi keladi. Jamiyatda ilgirki biz qarab kelgan erlar, ayollar o'tirishga faqat ikki nimadan tuzilgan narsa butunlay hozir tanqidga va u texnimni uni tash yiltishga, o'zgartishga bo'lgan chaqiriqlarga homil bo'lyapti hozir. Demak, bu jihatga ilib aytgan vaqtimizda bu Marksningki g'arb jamiyatininki o'zgarishga keltirgan ta'siri intayin cho'nqur deyishadi. Ham uchinchisi Freudizm. Freudizmni ehtimol boshqalaringiz bilishingiz mumkin. Freudizmda asosan insonning engini ong va ongsizlik deb cho'ng jihatdan ikkiga bo'ladi. Buningda insonningki ongsizligini yana 3 qatlamga bo'ladi. Uni eng tövünde id deydigan bizningki eng tabiiy, bizning eng ibtidoiy, yavoyi, qarg'u, vayron qilg'uch istaklarimiz, tabiiy iqtidorlarimiz bor bu yerda. Uning ustida manlik bor. Uning ustida halqımanlik bor, ya'ni super ego deymiz. Halqımanlik jamiyatning qodi usullari bilan ish ko'rdi. Bizningki aşı qalbimizning eng cho'nqurlaridagi yavoy istaklarimizga hay beradigan, uni to'sadigan, uni aqsi qaytiradigan, shu orqali jamiyatga qarata bizning buzg'unchilik qilib qilishimizningki oldini oladigan bir xil funksiyalik bir qatlamni ko'rsatdi. Buningdan biz nimani ko'ramiz degan vaqtda Freud insonlarningki ichida to'xtamasdan to'qinishga to'lganligini o'ttirib qo'ydi. Agar Marks jamiyatda insonlar bilan insonlarningki boyliqni, ishlab chiqarish munosabatlarini ko'radigan aldagi to'xtamasdan to'qinishni tasvirlasa, Darwin tabiatda jonliqlar bilan tabiat dunyosi o'tirisidagi to'xtovsiz kurashni tasvirlasa, Freud insonningki kallasining ichidagi to'xtovsiz kurashni tasvirlaydi. Demak, buning hammasida bir kurash bor. Ham bu kurash ularning aman qilishi diki asosliq bir omillar. Shuning bilan bir vaqtda bu kurash uzluksiz bo'lasiz bilan bizni har vaqt oromsizlantirdi. Bizni har vaqt chiqib turishga, ilishishga, tirishishga, saq qilishga va taraqqiy qilib avlod qoldirish qatorliqlarda zo'rlaydi, ham bizni bu jihatdan o'zimizning barliq qobiliyatlarimizni ishga solishga undaydi. Shundoq bo'lasiz bilan hamda bu yerda Freudning o'tirib qo'yayotgani insonning asli tabiiy istaklari bilan uningki ijtimoiy kurashtirmaları o'ttirishdagi to'xtovsiz kurashning bir resmi bor bu yerda. Buningda insonlar tabiiy nuqtasi ilib aytgan vaqtida o'zining istaklarini qondirishni izlaydi. Masalan, bu tamoq yeyish istagi, jinsiy istak va boshqa istaklar bizningki tabiiy iqtidorlarimiz bilan har vaqt kenishni izlaydi. Ammo jamiyat bunga yo'l qo'ymaydi. Shuning bilan Freud bizga qanday bir jamiyatningki bir sürtünü sunadi degan vaqtda jamiyat insonlarningki tabiatiga qarata besish, uni kontrol qilish xohishiga ega. Demak, bu yerda bir dushmanlik shakllandi jamiyatga qarata. Gerçi Freud jamiyatga o kadar dushmanlik qilmasa, uningki bizga o'ttirg'i tashlab bizga ko'rsatayotgani insonlarningki kallasidagi mana mush qurilma. Mush qurilmada biz tabiiy holda jamiyatga nisbatan bir xil o'chmanlik uchun. Chunki jamiyat bizningki eng tabiiy, eng ibtidoiy buzg'unchilik xarakteriga istaklarimizni to'sidi. Bu ba'zilarimiz uchun intayin yaxshi, chunki bunda bo'lmagan vaqtda jamiyatda anarxiya kelib chiqadi. Hammadan o'zining istikini qo'g'lasa, hammadan o'zining istikini ishga oshirish uchun vosita olmaydigan bo'lib qolsa, bu qo'rqinchli bir jamiyatga aylandi. Buni Freudmi his qiliqliq buni. U hargizmi bu ijtimoiy anarxiyani targ'ib qilmaydi. Ama onun nazariyasida, onun o'zim ham keyin enishim bilan bo'lgan bir qatimliq suhbat e'tirof qilgandek, bu to'qinishdan saqlanib bo'lmaydi. Hem insondagi bu vayron qilg'ich kuchli bo'ladi ekan, insoniyat jamiyatida tinchlikni o'rnatish o kadar osonga tushmaydi. Einstein bir qadar umidvor pozitsiyada bo'ladi insoniyatning kelgusi haqida. Ammo Freud bunga nisbatan bir qadar passiv ve ümit qarashlarni ifodalaydi. Chunki insonlarda bizni inson qilib turayotgan, uning ustiga bir g'alatiri bizningki barliq tirishchanligimizni manbalab turayotgan bir noyati bir vayron qilg'ich bir kuch bor. Agressiv bir kuch bor. Buni yo'q desak bo'lmaydi. Bu bizning hayotiy kuchimiz bu. Bu orqali biz o'zimizni yaratamiz bu dunyoda.
Ama bununla çek koymay bulmaydı. Bu insaniyetin bir tragediyasi mahiyeti elbet qavaqlıda. Bizni en güçlü kılıdığan heliqi Darwin'ninki dünyasında bizni yavayi tabiatimiz yaşaşqa mecburlaydigan aş güç cemiyet tarafından besilinidi hem besilinsa bulmaydı. Bu nokta ilpet qavaqda 1930 yılları Freud bir kitap yazdı. Onun kitabının ismi Medeniyet ve onunki qanaatsizlikleri. Ben bu kitabını Xitoychadan tercüme qilgan 1998 yılı. Şu vaqtda Xalq nashriyatiga berib ketgan chiqmadi qo'y degan bu kitap keyin nashrdan topolmadim bu kitapni. Şu kitapta bu Freud deydi ki, abay deganimizdek, medeniyetning o'zi bir mesele. Çünkü bu bizni xo'shal qilmaydi. Çünkü deganimdek, nimani bizning tabiiy istaklarimizni besib oladi deydi. Demek medeniyet endi bu mushu logikaga solsak, medeniyetning taraqqiyoti mohiyatda insonlarningki ibtidoiy qo'zg'alishlariga bo'lgan kontrollikning eshishi bilan taraqqiy qiladi. Ya'ni biz hayvoniyligimizga qarta qancha cho'ng chek qo'ysak, shuncha madaniyalashgan bo'lamiz. Bu dunyoninki madaniyat haqida ta'biri. Ama bu yerdagi gap nima degan vaqtda inson o'zining tabiiyligidan ayrilib qoladi. Mushu nuqta nurg'unlagan kishilar tarafidan ilinib bir xil bu kültür nuqtasi ilib etgan vaqtda hozirgi kultural qoida usullarga qarshi bo'lgan yana bir yüzünüşden barlıq keltir. Mesela Amerika'daki 60'ncı yıllarda, 70'ncı yıllarda taraqqiy qilgan hippie hareketida mana shu bir xil holat var. Yani cinsi erkinlikni targ'ib qilish. Buningda feminizmdan ko'ramiz bu holatni. Yani nima desa, insonning jinsi erkinligi jamiyat tarafidan besivlangan bo'ladi. Bu adolatsizlik. Bu insonlarningki erkinligi qilingan bir xil tajovuzlik. İnsanlar erkin bo'lish kerak. İnsanlarning erkinligininki moyiti insanların cinsi erkinliginden başlandı deydi. Bu vaqtda bir nimani deb qo'yaman, Playboy deydigan bir jurnal var. Bu Amerikanınki shu cins erkinligi, jinsiy erkinlik haqidagi taraqqiyotiga xeyli darajada ta'sir ko'rsatgan bir jurnal. Bu jurnalninki boshlig'i Hugh Hefner degan bir adam bu özümü bir keyif sapavla ötken bir hayatı geçirgen bir adam bu. Bunun bir qatımlıq söhbetide bunda bir gap var. Meninki bu jurnalını çıkarıştaki en adaqqı nişanım insanlarınki cinsi erkinlikini qo'lga keltirish. Onu barliq besimlardan, cheklamalardan ve jazolashlardan xoli qilish. İşte bu insanın hozirgi jamiyatda ko'tarilmaydigan ağır derecedeki bir cinsi erkinlik tergibatı bu. Onun hayatım şunda yaşaydı. Gerçi o ayallarının bedenini eksploatasiya qilib pul tapqan, bir yoshurun bir keyif sapa sistemisini kurup çıkan bu olsa mu? Ama o bu gapni dedi. Bu gapga o hislash qildigan ve bunu agashga xeyli nurg'un kishilar bor. Hamda buningga qarshi bo'lgan ahvol ostida yana ba'zi bir odamlar deydiki, insanlarınki cinsi erkinliği mahiyette insanların cemiyetine nispeten balay afet keltirdi. Neymiş için? Çünkü bir cemiyette zor güç oldu. Onun işte birisi bu cemiyetinki kaide tüzümleri barlıq kelgen bir çekleş gücü var bir yerde. Yani birisi şu diye vaqtda cinsi güç. Eğer bu iki güç oturursa ma'lum derecede bir tamponluk bulmaydı iken insaniyet cemiyeti taraqqiy qilolmaydi. Bulapmı o şöyle bir adamdan bir kitabı var, cinsiyet ve cemiyet deydiğen. Onun kitabı da bu şu dünyadaki 80 netçe kültürlerini tadqiq qilish orqali taki Rim imperiyasidan tortib tadqiq qilish orqali hozirgi Amerika jamiyatini tadqiq qilish orqali shunaq bir yakun keladiki, bir xotinlik tuzum mohiyatda insoniyatning jamiyat uchun g'oyat zo'r aktiv ta'sir ko'rsatadi deb qaraydi. U qiziq yeri u shu nimani tahlil qiladi, bu Rim imperiyasininki vayron bo'lishi. Rim imperiyasininki vayron bo'lish davrlarida bu jinsiyat ashunda jinsiy erkinlik bir holat shakllangan.
Bu vaqtda ilgirki cemiyetni tutup turayotgan adab, axloq, qoidasin qatorliqlarninki ijro qilinishlik muhim bir manba bo'lgan bir xotinlik tuzum ko'p kishilar tarafidan bekor qilinib bir xil jinsiy erkinlik avj olgan ekan. Mushuning bilan jamiyatda haliqi asosli qimmatli oila qimmati bo'libmi? Qo'g'dalmaydigan bir ahvolga tushgan. Biz buni haliqi chashqonlarninki nimesini ko'ramiz, Kolxonninki tajribasini ko'ramizda. Qachoniki bir jamiyatda oila qo'g'dalmaydi ekan, jamiyat qo'g'dalmaydi. Jamiyat qo'g'dalmaydi ekan, insonlarning kelgisi qo'zil qolmaydi, insonlar vayron bo'ladi degan gap. Ammo oilaning qo'g'dilishining oldingi sharti nima degan vaqtda bu yerda bir xotinlik tuzum kelish. Bu men buni boshqa tadqiqotlardan jiq ko'rdim men buni. Endi hozirgi ahvolda bu ni ishga oshirish xililik tasga bo'lyapti-da. Ammo shuni bilan bir vaqtda ba'zi odamlar oiladan chiqib, oilani bekor qilib, mushu nazariyalarga maftun bo'lib, bir mazgil yashab baqqandan keyin oilaning muhimligini tunib, oila qimmatini tashviq qildigan nima bo'lyapti. Yana bir tarafdan degan vaqtda oila mushu nurg'unlagan faoliyatchilarniki, siyosiyonlarniki, suiqasdchilarniki va boshqalarniki vayron qilishdagi asosli nishoni aylanadi. Buni men ilgirki darslarimda deb o'tib ketdim. Xo'sh, 3 nazariyaninki tafsilotidan ko'ra ularning qisqacha mazmunini ko'rib o'tdik. Unda bo'lgan vaqtda bu 3 nazariyaning qanday o'rtoqliklari bor? Cho'ng jihatdan, yomon cho'ng jihatdan bunda bir necha o'rtoqlik bor. Birinchisi, uchinchisi Xudo o'lgan bo'ladi yoki Xudo chiqarib o'tilgan. Darwinizmda, Marksizmda, Freudizmda. Gerçi Freud Xudoninki insonlar madaniyatidagi rolini butunlay inkor qilmasimi, ammo ashiqda bunda bir hukm yo'q. Bo'lapmi buning ichidagi eng xudosizi Marksizm. Albatta Darwinizm shunday. Ammo Marksizmning ta'sirininki cho'nqur nima degan vaqtda bu Xudoni inkor qilishla emas, balki shu xudolik bir xudo ishonadigan bir jamiyatninki nurg'unlagan an'anaviy qimmat qarashlarini vayron qilishdan ayonmaydi. Buni da elib o'tgan vaqtida bu nihoyatda bir qo'rqinchli bir ahvol. Bunda bo'lgan vaqtda masalan nimaga kelayli? Jins ideologiyasi kelayli. Agar bu hamma narsa tabiiy bo'lmasa, hammasi ijtimoiy qurashtirilgan bo'lsa, bu ijtimoiy qurashtirilgan bo'lgan vaqtida buning bir asosi bo'lmagan bo'ladi. Masalan, mening er bo'lishim bilan ayol bo'lishim hech farq qilmaydi bu yerda. Ulama deydiki, bu insonning jins kimligi degan aqmi kimlik bo'ldi bu. Hech qachon turaqliq bo'lmaydi bir odamda, ham boshqa odamlarda deydi-da. Endi xudolik dunyoda qanday bo'ldi degan vaqtda inson er va ayol qilib Xudo tarafidan yaratilgan bo'ladi deb qaraldi. Endi buningda Xudoninki shu yaratishi ham Xudoninki muqaddas kitob, masalan Qur'on Karimda, muqaddas kitobimiz Qur'on Karimda deyilgani bo'yicha bo'lgan vaqtda bu nazariyalarga qarshi turish osonli bo'ladi. E'tiqod nuqtasi deb aytgan vaqtda. Ammo bunda bir Xudo bo'lmasa, men bir musulmonlar nuqtasi demayapman, balki g'arb xristian nuqtasini deyapman. Yo'q bo'lgan vaqtda bunda bo'lganda har kim har nima deya oladigan bo'ladi. Masalan, eng bimandan birini deb qarashdan birini deb berayman. Yaqinda Amerikadagi bir psixolog bir nuqtani o'tirib qo'yapti. O'zidan qarash ekan, kichik tarda munozara qo'zg'abdi. Ya'ni bundan keyin tug'ilgan bolalarga ism qo'ymay nomer qo'yish kerak, ya'ni nomer berish kerak debdi-da. Chunki ism qo'ysak-chi degan vaqtda ismda bir jins aloyidlik bo'ladi. Mehmet desek er bo'ladi, Ayşem desek ayol bo'ladi mesela Uyg'urchada. Ammo uning da'vat qilib, uningga biz tug'ilishdanla jamiyatninki heliqi ahkomlariga ko'ra uning jinsini bekitib etmay, uning jinsini u cho'ng bo'lgandan keyin o'zi his qilib bekitadigan nuqtani qilishimiz kerak. Buningdagi apchil chora uningga jins bekitadigan ism qo'ymay, balki jinssiz bo'lgan sonni berishimiz kerak, ya'ni sonni qo'yishimiz kerak da'vat qilgan. Demak biz mushundaq bir ilqi hamma narsani o'lchaydigan bir adaqqa bir ilohiy bir o'lcham bo'lmasa, hammadan har nima deya oladigan bo'ladi ham hozir. Unikini ham xato deyilinmaydi, bunikini ham xato deyilinmaydi. Bu yerda nima kelib chiqadi desa, nisbiychilik kelib chiqadi. Hammadan
bir nimesi rast emdi. Mesela ben özümni çaşkan deb alsam boladı, adam desem buldu, lahang desem bulaverdi. Nimiş bunda dese, ben şunu his qilaman. Benim bu hisim deb turib oldigan gap. Çünkü biyologiyani itiraf qilmaydi bile. Biyologiya itiraf qilmagan yerde bu yerda bir ölçem yok degan gap. Unda ölçem bo'lmasa, agar hissiyat ölçem bo'ladigan bo'lsa, u degan agar 8 milliard odam bo'lsa, bu yerda 88 milliard xil hissiyat bo'ldi bir odamdan bo'lishi mumkin-da. Unda bu vaqtda bu baş axir chiqmaydigan bir ijtimoiy bir xil qalayimqancha qilib atgan bir ahvol bo'ladi bu. Ondan bunun arasında hemmisde, üç nezaresinden hemmisde bir xil azatlık bir teşebbüsü var. Marksizmdeki bu cık emas, ama ictimai Darwin'deki de onca cık emas, ama ictimai Darwinizmçilarınki de azat bulaş nimesi var. Yani bir yerde mesela Natsizm'ninki yıldızlarının birisi ictimai Darwinizm deb qaraldı. Onda bu vaqtda Aryallarınki, Globuslardan ve başka Yahudilarınki boyun turqutun qutuluşdan ibaret bir azatlaş çaqırıqı var. Şunun bilan 6 milyon adamni öldürdigan qo'rqinchli qirg'inchilik kelib chiqdi-ku. Faşistlarninki shunday. Marksizmniki de çoğu degan vaqtda proletariatlarninki bu burjazlarninki ezishdan ozodlash bir chaqiriqi var. Hamda bu nimaninkida Freudizmninkida insonlarninki jamiyatninki besimidan, besishidan ozodlashga nisbatan bir yo'shirin bir chaqiriq var. Bularning hammasi bizni nimaga kuch ko'tadi degan vaqtda bizningki qarshi bir tarafga, ya bizni besiyotadi deb qaralgan, ham bizga dushman ko'rsatilgan qarash tarafga nisbatan uzul kesil inqilob olib berishimizni ko'rsatadi. Ammo g'alat yeri, buni men qistirib o'tay. Biz qancha erkinlikni qo'g'lashgan siri, buningda jinsiy erkinlikmi bor, irqiy erkinlikmi bor, cins kimlikniki erkinlikmi bor, qatorlarni qo'g'lashgan siri bizningki jamiyatimiz buni hal qilish emas, balki qalamqancha qilib atadi. Bu bir. Ikkinchisi, biz erkinlikka intilgan sirchi degan vaqtda biz nimaning qurboni bo'lamiz? Buni identity politics deydi inglizcha, ya'ni kimlik politikasi. Buni bizning o'tirimizga to'qinishlardan boshqalar foydalanib ketadi. Bizni urush qilib qo'ydi. Bizni bir ma'lum bir guruhga tava qiladi. Biz o guruhning ichidan chiqolmaymiz. Shuning bilan u guruh bilan bu guruhni sap qo'ydi. Oldi bilan bizni iqtisodiy jihatdan ya proletariat bo'lamiz, ya bo'lmasa kapitalist bo'lamiz. Buningga sap qo'ydi, urushimiz. Andan bu nimada irq jihatdan biz aqtallik olmagandan keyin aqtallik emasligiga kiramiz, uni aqtalliklar ilishtirgan ish chiqadi. Shunda bir to'qinish chiqiramiz. Cins jihatdan degan vaqtda erlar ayolni bilgilolmaydigan menda bir to'qinish chiqiramiz. Andan keyin buni bilgilul deb qaralganlar bilan to'qinishimiz. yoki qarashtirib olsak, ma'noni qarashtiramiz, qatorliqlar. Buningdan foydalanganlar boshqa bo'ladi. Uning ustiga biz qancha erkinlikka intilyapmiz deb qarayotgan vaqtimizning o'zida bizning kontrol qiladigan omillar texniki eshiyotir hozir. Masalan, o'tgan men medianing qanday kontrol qilishni ko'rsatib o'tdim. Uningdan sirt, masalan, mush nimalarda hozirgi shu kameralar bor. Bular iqtisodiy jihatdagi kontrollik, qatorliq nurg'un jihatdagi kontrolliklar tarixdan har qanday vaqtda eshiyotir hozir. İnsanların erkinlik, biz matraptan erkinlik davatqınımızdan, matraptan bizni kontrol qiladigan kuchlarninki ta'siri texniki eshiyotir. Shuning bilan bir vaqtda bu bizningki jamiyatimizningki bir g'alati bir yuzini bizni ko'rsatdi. Ya'ni biz qarmoqqa erkinlik bir jihatdan bir ozodlikka chiqishga intilayotganda qilganimizdan moyat uchun degan vaqtda bizning erksizligimiz borgan sari chiqyapti degan gap. Ondan ularninki uchchilikdagi asosiy bir ne bo'libmi? Bu nim bilan Freudizm bilan bu Marksizmninki asosiy nimasi o'rtaqliklarning birisi ijtimoiy qimmatlarga bo'lgan bo'libmi Marksizmninki vayron qilg'ish ta'sirlarini olib kelishi. Ularning nazarida kapitalist tuzum nuqulada bir iqtisodiy sistema emas, balki uningda g'arbniki necha ming yillik bir ijtimoiy qimmat qarashlarining bir jug'lanmasi bor. Bir kapitalizm tüzümünü ağdırıp taşıldığı degan bilan bir nuqul, bir mexanik bir sistemani ağdırıp taşlanmaydı, balki nurg'unlagan üst qurumlar, ideyalar, ideologiyalar ağdırıp taşlandı degan gap. Bunun ko'pinchisi kapitalizm bilan cho'ng munosabat yo'q, balki u necha ming yillik bir ideyalarninki jug'lanmasi.
Ama bulanı mı o'xshash kapitalistninki mahsuli deb qarab uni vayron qilishning o'zi butun jamiyatni vayron qilishga olib boradi. Bu qo'rqinchli bir vayronchilik kelib chiqadi bu yerda. Uning ustiga buni vayron qildiganlarninki aba deganimdek bu qadar qizg'inlikqa to'lgan asabiyliklarning orqasida hech qanday cho'ng bir plan yo'q. Uni vayron qilishlik o'ttirib chiqayotgan gap. Uning ichida qar kuchlar o'qib qolsa, buni faqat bir pechka bulash sifati bilan jamiyatni vayron qilishga ishlatildi. Uningdan keyingisi hozirgi jamiyatdanmi qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Xo'sh. Endi bu ish nazariyasini so'zlab o'tdik, bularning ta'sirini ko'rib o'tdik. Endi oxirgi bir nuqta, bizning butun leksiyamizni tugatishdan ilgari so'zlab o'tadiganim, endi bu g'arb haqiqatan cho'kayotdi degan bir savol kallamizga keladi endi. G'arbni cho'kayotdi deganlar bu Xi Jinping bizningki dushmanimiz, buni Putin dedi yaqinqi nimizda. Bu mustabidlarning degidi bo'yicha g'arbni cho'kayotdi demayman men. Men bularning gapi bilan demayapman bu gapni. Men bu faqat shu bizningki oldingi 9 qatimliq darsimizningki xulosa sifatida g'arb hozir jiddiy burilish bosqichida bo'lyapti. Ammo g'arbningki agar diqqat qilinmasa cho'kishi maqarrarlik aylanib qolishi mumkin. Bunda deyishimning sababi, buning sabablari intayin nurg'un. Buni sanab tugat qilinmaydi. Ham buning saqlanishga tegishlik yana nurg'ulg'an mumkinchiliklar va fursatlar bor. Bu mujaq. Ya'ni men to'rt ko'chaning eg'izida turibdi deganim, g'arb ya xato yo'lda mangdi, asli kaltagisiz darajada vayron bo'ladi, ya bo'lmasa asta-asta esiga kelib o'zini tuzlayoladi deyman. Hamda g'arb o'tgan yana bir qatam deb o'tganimda dunyoda bu xildagi qo'rqinchli krizislarga nurg'un qatam uchragan. Bir jamiyat bo'lsa, uni bir hayotiy kuch bor. Ehtimal u ma'lum qismlarini vayron qilsa-mu, ya'ni o'zini qaytadan to'g'rilab yangi bir sistemni o'tirib qo'ya olishi yoki hozir sistemni yaxshilay olishi mumkin. Bunda bir mumkinchilik bor. Buni unutib qilishga bo'lmaydi. Ammo shunda bo'lsa-mu, mening shaxsan o'zimning eng ansirayotgan nuqtam faqat 2. Buni nurg'un nuqtalar bor, endi vaqt murosam 2 deb o'tib ketay, shundan bilan darsimizni tugatamiz. Buning birinchisi iqtisodiy jihatda qutblashish. Bu nima degan gap? Bu deganimiz yer shardagi boyliqlarningki intayin assandagi insonlarningki qo'liga yig'ilib qolishi. Buni masalan ba'zilar bu vaqtda nurg'unlagan tadqiqotlarni olib borgan. Buning ichidagi eng muhim tadqiqotimiz Oxfam deydigan bir tashkilot bor. Uningki 2020-yilda e'lon qilgan bir dokladida shunday degan bir gap bor. Men naql olaman. 1% eng boy odamlar 2020-yili barliq kelgan yangi boyliqlarning 3dan 2sini qo'liga kirgizib oldi deyildi. 1% odamlar. Bu qo'liga kirgizib olgan boyliq necha ekan, qiymat necha ekan desang, buning boyliqninki 42 trillion dollar ekan. Demak, shu yili 60 necha trillion boyliq yaratilgan o'xshaydi. 3dan 2 bo'lsa 42 trillion bo'lib atgan gap. Qolgan 21 trillion ne 99% odam o'lishidi degan gap. Ya'ni buning yana nurg'ulg'an iqtisodiy qatlamlar bor, yuqorisi bor, o'rta qatlam bor, tuvan qatlam bor. Ammo ko'pincha hollarda tuvan qatlamga bu boyliq asosan bormaydi. Nimish bunda deyiladigan vaqtda yana bir statistika deyilishicha, ya'ni shu xabarda shu dokladda deyilishicha dunyoninki aholisininki yerimidek kunda 3 dollarmi kirim qilinmaydi degan gap. Ya'ni 4 milliard odamninki kunlik kirimi 3 dollarga bormaydi degan gap. Ya'ni oylik kirimi 90 dollarga bormaydi degan gapda. Demak, bu boyliqninki intayin yuqori darajada oz sondagi odamlarninki qo'liga jug'lanishini kelib chiqardi. Bunun sebepleri nima degan vaqtimiz, bunun sebeplerini aytib nurg'un. Masalan, bunun bir sebepleri iqtisodiy jihatdagi shu nimaning kooperatsiyalarninki, ya'ni cho'ng tashkilotlarninki bag'ansir taraqqiy qilishi, ularninki mablag'ning eshishi. Bu mohiyatda kapitalistik tuzumninki bir asos iqtisodiy mana mushkil shaklda bo'ladi. Ya'ni bular kapitalni jug'laydi, mablag' soldi, andaki uni davomli domiltib turib ko'paytirdi. Ben bu iqtisodiy ahvollarga men bek kirib ketmay deyman. Demak, mana shu nuqtaning o'zi Amerikadagi
yoki nimadagi butun g'arb dunyosidagi ijtimoiy masalalarni keltirib chiqardi. Buning ichidagi masalan biz eng chong ko'rganimiz, eng qo'rqadiganimiz monopoliyaning barliq kelishi. Anandan keyin bu monopoliya barliq kelgandan keyin har qanday bir yangi texnika bo'lsa, masalan sun'iy aql deyli, bu monopoliyaning qo'liga kirib ketadi. Agar bu qo'liga kirib ketib qolsa, u vaqtda buni shu monopol qilganlar o'zining xohishi va irodasi bo'yicha ishlatadi degan gap. Bu xalqning kuchi, xalqning manfaati degan gap u yerda yo'q bo'ladi. Anandan keyin bu biz nimadan ijtimoiy medialardan ko'rdik. Masalan, Facebook'dek bir korporatsiyani hozir mag'lub qilmoq, uni monopollikni buzib tashlamoq asosan mumkin emas. Hozirning o'zida. Twitter'ni kuchaytirdi, lekin Twitter'ninki o nimasi boshqa. O Twitter'ninki yaqinga chiqqan ba'zi planlarda Twitter'da nurg'ulg'an masalada pul to'lash, nas kerakni setibilish va setish qator nurg'ulg'an boshqa iqtidorlar ketilib Twitter bag'ansir kengaydigan o'xshaydi. Mana u qanday bo'lsin, ijtimoiy mediadagi bu monopollikqa chek qo'yilmasa, bu vaqtda qo'rqinchli bir ahvol kelib chiqadi. Biz ko'rdik 2020 saylamda, Amerikadagi saylamda Facebook'ning qanday rol o'ynaganligi. Buningdagi texnikada zo'r rol o'ynaydi. Chunki bir kuch bo'lmagan vaqtida cheklimsiz kengaydi degan gap. Cheklimsiz kengaygan vaqtda bu yerda yana bir eng chong xatarning birisi korporatsiyalar eng oxirida hukumatlarni kontrol qilish mumkin. Bu ba'zi yerda boshlandi hozir. Hukumatlar faqatla korporatsiyaning irodasini ishga oshiradigan bir hozirgi bir vaqtliq bir vositaga aylandi. Keyin hukumatlarni bekor qilish mumkin. Chunki palachalarga tushdi. Hukumatlarning kuchi, bo'lapmi iqtisodiy kuchi korporatsiyaga yetmagandan keyin hukumatlar boshqaradigan yerdan boshqarilgan yerga o'tadi. Uning ustiga siyosiylarni boshqarish texadimmo oson bo'ladi, kontrol qilish texadimmo oson bo'ladi. Buni yaqinda men o'tganda bir dedim-ku, dunyodagi eng chong ikkisida ikki chong korporatsiya bor bu yerda. Birisi Vanguard, yana birisi BlackRock. State Street bar markasi bek chong, necha trillion mablag' va uning ustiga dunyodagi eng chong shirkatning hammasi degidek bularning pay cheki bor. Mushlarning kuchi oshsa, ham bular nurg'ulg'an boyliqlarni har yili qatlab degidek qo'lga kirgizib olsa, bu vaqtda hukumat buni to'sash emas, balki hukumat bularning to'sishiga uchraydi. Bu mening eng ansiraydigan bir nuqtam. Albatta tarixdan beri boyliqning qanday taqsimlanishi har qanday bir hokimiyatga nisbatan cho'ng bir masala bo'lgan. İnsanlar tarixda boyliqlar hech zamon barobar taqtilib beqilmadi. Onun ustiga bir gap bor, bu bir kinoda chiqadigan gap bu. İnsanlar tarixida agar bir kichik bir qabila bo'lsa, bir kichik bir jut bo'lsa, bizning jutlarimizdek bo'lsa, u yerdagi cho'ng ishlar jut oqsoqollarininki paranglish orqali bo'ladi. Ammo insoniyat jamiyat kengaygan vaqtida, murakkablashgan vaqtda bu yerda cho'qim bir turkum kishilar shu to'pliqninki ya shu jamiyatninki boyliqlarini ko'p qismiga erishidi va shu orqali boshqalarni ishlatadi, ham o'zining boyliqini bag'an siri domultib ko'paytirish orqali bir monopollikni shakllantirdi. Hech bo'lmasa ko'p qismini boshqaradigan bir holatga yetadi. Bu qadimda shunday bo'lib o'tgan gap, ammo hozirning o'zida garchi bu qadimiy bir andizi bo'lsa-mu, bu taqdim qo'rqinchlar taraqqiy. Bu taraqqiy qilishning asosiy sababi nima degan vaqtda yangi texnika. Yangi texnika bo'lapmi bu sun'iy aqlninki yordami va boshqa ishlar uning ustiga bularning kuchini g'oyat oshirib etdi. Uning ustiga hozirgi siyosiy jihatdagi yoki siyosiy chiriklik g'arbning ichiga taqdim singib kirishga boshladi. Biz ilgari siyosiy chiriklar diktator davlatlarda ko'rdik, hamda hozir Amerikada ko'rishga boshlayapmiz. Boshlagan vaqtda iliqi xalq u ishlardan jiq erangishib ketmaydigan mana bir parvosizlik holati bor. Nimishqa degan vaqtda uni men yili deyman, nurg'un jihatda xalqmi iqtisodiy jihatda og'ir darajada tirkishyapti hozir. Shunday ahvolda ularningki uyushib bir ish qila olishi intayin tez. Uning ustiga hozir da'vatning gapimizni, harakatimizni hammani %100 kuzatib turilgan bo'lgandan keyin uning xalqningki bir ish qila olishi texnik ta'sir etadi. Bu shu ishdagi shu 1% odamningki to'xtamasdan, cheklimisiz, to'salg'isiz o'zining boyligini oshirishni keltirib chiqaryapti. Ikkinchisi,
bu individuallik bilan bu kollektivlikning o'tirishga bir to'qinish, bu yomon uzun bir gap. Faqat men bu yerda individuallikning bosh ko'tarish to'g'risida ozroq to'xtalib o'taman. Bu shu g'arb jamiyatining xudosizlikqa menishidin keltirib chiqargan bir ahvolninki hosilati deyishkim bo'ladi. Ilgari bir xudolik bir jamiyatda, xudo ishlangan bir jamiyatda kishilar o'zining e'tiqodiga ko'ra bir jamoatda uyushadi g'arbda. Hozir bu xil holat bo'lgan sari aziyib kishilar atomlarga hammasi o'zining ayrim bo'ladigan holat kelyapti. Ondan ikkinchisi, men ilgari deb o'tib ketdim, nikoh aile hayatı bağlan sırı küçlük hırsızlığa duç kelyapti. Aile kerak qilmaydiganligi ko'payyapti. Buning bilan insonning yolg'iz qilishi, g'aribligi kuchayyapti, eshiyyapti. Anandan keyin üçüncüsü insonlardan hozir ham biz bir iste'molchilar jamiyatiga kirish sifatimizdan ko'pincha ahvollarda biz mingimizning ishlatishni xohlab ketmaydigan, yili hamma sun'iy aqlli mingimizning ishlaydigan iyalarimiz chiqib ketadi bundan keyin. Faqat shu esil kiyinib, chiroyli yeb, chiroyli uyda o'tirgan manda bir xalalaqqa sezgi a'zolarimizning huzurini qo'g'lashdigan hayotni bizga tunishtirib o'tadi. Shuning uchun biz yangi avlodlar qarasak, ulardagi kon avlodlar bo'ldigan jafolik ishlash orqali eglik yaratishadigan manda idealni ko'p ko'rmaymiz. Bu haqda bir yazuvchining bir kitobi bor, Robert J. Putnam deydiganninki bowling alone deydigan, ya'ni bowling to'pini yolg'iz o'ynash. Ani qo'shimcha mavzusi Amerika jamoatininki vayron bo'lishi va asl kelishi. Bu odam 1950-yildan tortib uzun yil kuzatish orqali Amerikadagi jamoat hayotininki vayron bo'layotganligini yozadi. Ondan buning bilan bu kishilarninki pufraviy harakatlarga qatnashishinki, siyosiy faoliyatlarga qatnashishinki ojizlab ketayotganligini o'tirib qo'yib, Amerika jamiyatini qaytadan qo'zg'atib, jamoat hayotini kuchaytirishni o'tirib qo'ydi. Buningga bir 23 yil bo'lib ketdi bu kitobni nashr qilingan. Ammo bu odam ansirgan ishlar yil ham yuz beryapti. Yani insonlarninki jamoat g'arb dunyosiday jamoat hayotiga bo'lgan burunqidek o'zini urishi, ammo uningga a'zo bo'lishga tirishish qatorliqlar xeyli zo'r suslayapti. Shuning bilan bir vaqtda abadiginimdek kimlik siyosatim o'ylanayapti. Ya'ni garchi insonlar bo'lgan siri jamoatsizlashib, yolg'izlashayotgan, individuallashayotgan bo'lsa-mu, yana bir nuqtadan turli sabablar bilan siyosiylar va boshqalar insonlarni ma'lum bir guruhga kirgizib turib, shu bo'yicha o'zini idrok qilishga zo'rlayapti. Ham shuningga kuch kiritayotgandek bir ahvollarmi bor. Bu undaqchilik etgan vaqtda ikki qutb deyishgan bo'ldi. Bir qutbda insonlar hech qanday bir tashkilotga yoki bir guruhga tabi bo'lmay, asta-asta o'zining hayotini yolg'iz yoki jo'rislar ya bir ish bilan o'tkazadigan bo'lyapti. Yana bir nuqtadan cho'rsin, men o'zi xohlasin, bilsin, bilmasin, anqarmasin, boshqalar tarafidan bir guruhga tabi qilinyapti. Ham shu guruhninki manfaatiga xizmat qildirilyapti yoki o'zi xohlab shuni qilyapti qatorliqlar. Mayli qaysi xilda bo'lsin, jamoat hayotininki vayron bo'lishi har qanday bir jamiyat uchun intayin qo'rqinchli bir oqibatlarni keltirib chiqardi. G'arbning mana mushjatda buningdan keyingi yapadigan nurg'unlagan xizmatlar bor, ammo yana nurg'un ishlarni asli keltirgis darajada buzilib ketdi deb qarashgan bo'ladi. Shu nuqta ilib o'tgan vaqtda gapimni yig'sam, g'arb hozir to'rt ko'chaninki do'qmishib turyapti. Endi bu yerda ya cho'ng bir ish bo'lishi mumkin. Masalan, bir gap bor nimada nazariyada. Qora oqqu unumi yoki hodisa deydiganda, buningda qora oqqu degan yo'q odatda. Ammo u ba'zi yerda bo'lib, Avstraliyada bor. G'arbiy Avstraliyada bor bu. Men buni o'ylashimdagi yashaysadagi kitobimda xil to'xtalgan. Men bu hukm to'g'risida bir qisqa deb o'tib ketay. Buningda odatda biz normal deb qarayotgan bir jarayonda tuyuqsiz yuz beradigan, biz oldin faraz qilmagan, ammo ta'siri g'oyat zo'r bo'ladigan
bir hadiselerin yüz berişini gösterdi. Bunda hadisler beklalik galite, kütülmegen, hatta tasadibi deb qarıldı. Ama şunda bolsunmu, bununki yüz beriş mümkünçiligi yanılı bolğun. Fakat ilgari yüz bermegenlikten yüz bermey degil olmaydı. Mesela 2008 yıldaki öýümlikninki bütünley veyran boluşu Amerikadakide. Ninten asandaki adamlar aldan pres qılgan işler. An bunu bu yerda deyişimning sebebi ihtimal nurgun işler Garipde muşunda qar aqwa hadis süpürde yüz beriş mümkün. Yani biz kütmegen, pres qılanmagan, oylap bakmagan, hem tarihte yüz bermegen bazı işler gayet zor. Biz kütmegen bir şekilde patlaş karakter yüz berişi mümkün. Tehe qaysı güne tünigenmi bir münazirni görüp kaldım. Amerika'da 2020'de saylan bolmasqa mümkün hatta ki de bazı Amerika'daki bazı bir qalayım qançan köz qal iki taraf bolap deyişitipdi. Meyli qanda bolsa muşning özümü qaraq o nimesi hadisga kirdi. Şuning uchun ilaqqa mening demekçi oğunum hamda türlük işler yüz beriş mümkün. Biz oylagan oylamagan, paraz qilgan qilmagan. Ilgari yüz bergen yoki yüz bermagan. Şuning uchun özümüzni Garip cemiyet hakkında naiti bir tekdimmi yaxshi bir tushunishga cho'nqur bir tonishga ega bo'lsak degan umidni men bu leksiyani tayyorladim. Bu ishlarni biz bilmaymiz, hammasi Allohning ilgidagi ishlar bu, ama inson bo'lish sifatimizdan kelgusini ko'rib beqishga tirishimiz. Xato bo'lsin, to'g'ri bo'lsin, ama kelgusiga qarata tirishgan va uning nisbatan ma'lum bir oldini olish, tayyorlik qilish choralarini qo'llangan odamlar bu xildagi qaraqo hodisa shaklidagi ahvollar duch kelgandimi ma'lum darajada o'zininki kallasiniki saqligi va sagakligini yo'qotib qo'ymaydi deb qarayman. Buning uchun bo'lsa-mu sizlarninki g'arbdagi shu taraqqiyotlarga, ideologiyalik o'zgarishlarga va boshqa biz biladigan yoki bilmaydigan taraqqiyotlarga diqqatinglarni berishinglarni so'rayman. Shuning bilan bu qitimliq butun leksiyamiz tugadi. Men mush qitimliq leksiyamizningki bir uzun bo'lmasmi bir qisqa bir safarda men bilan birga bo'lgan, menga rag'bat bergan barliq qarindoshlarimga rahmat aytaman. Ko'pincha Allohda biz hamda to'rda chiqib bu nurg'un narsani deyish bo'lmadim vaqtimninki yetishmaslik sababidan. Ama müşahede ben özümden rahmetini bildirip sizlerinki bununki neger bazı bir suallarını alıp kalsın şu muşning teminin astığa ya ki başka yere koysanlar ben şunun asasen ya şu yer cevap vermedi ya onunla bir yeni bir programını orlaştırıp cevap verişik tirişime. Şununla dersimiz toluk ayaklaştı. Hemmanlığa baxıt ve hatırcemlik dileymen. Allah'a emanet. Hoş.